U Sovetdagi o'qishini tamomlagandan keyin qaytib keldi. Sharqiy Turkistonni ozod qilish tashkilotiga almutadili a'zo bo'lgan ekan. Shunga inqilobning beshidanla partizanlar qo'shinida kichik guruhlarga yetakchilik qildi. Keyin milliy armiya qurilgandan keyin batalyon komissari bo'ldi. Bir qitimliq hujumda eti oldiga tushgan snart portlashida eti pach-pach bo'lib ketibdi. At qalqan rolini o'ynag'ashqa u o'zi o'lmay saqlabdi. Eg'ir yaralanibdi. Saqaygandan keyin qo'mondonlik shtab uni Urumchiga yer osti xizmati ishlashga avatibdi. Aslida u men birinchi qitim nazoratda vazifa o'tab yurganda meni ko'rgan ekan. Ammo vazifa ehtiyoji bilan men uchrashmabdi. Keyin qo'lga ilinibdi. Turmada Xitoy kommunistlarining cho'nglari bilan birga yotganmish. Bu qitim umumiy kechirimda ozodlikka chiqibdi. Meni takror izlab tepibdi. "Ho'shurni ko'rdingmi?" deb so'radim uningdan. "Qaysi ho'shur? Bizning ho'shur edimi?" "Ha, nima bo'pti Xitoyga?" dedi u burunqidagi tikmijazlik bilan. "U hozir Uyg'ur adil bo'pti. Qizlar gimnaziyasida 3 maslakdan dars o'tadi. Men bilan bir maktabda." "Voy, aqliga poq yeganay. Burun Xitoycha o'qidi. Endi bo'lsa, Gomindan Xitoylarning poqini yeb 3 maslakchi bo'ptimi? Nalarda yuribdi u divona?" "Xuangpo harbiy maktabida o'qibdi." "Vah, abgani qaranglar." Undaq debmi ketmagan. Burunqi Xitoycha o'qishi o'zining tanlashi emas, chorsizlikdan bo'lgan ish. Buni senmi bilasan. Keyingisimi taqdirning g'alati bir chaqchiqi bo'pti. Aslida u yan'anni nishon qilib mengib ekan. Qerishqandek nisib bo'lmay Shanxayga berib qopdi. Shuning bilan uning taqdiri shundoq bichilibdi. "Voy Eser, bag'ariz nemishqa yan'anga berivermagan bo'g'iydi. Yan'anga borgan bo'lsa yaxshiroq bo'larmidi?" "Albatta shundoq bo'lmayamsa", dedi Muhammad qori g'am tatmay. "Qaranglar, bir yurtda tug'ilgan birodarlarning import qilingan maslaklarni deb bir-biriga qarama-qarshi dushmanga aylanib qolganini deb o'yladim ichimda. "Xo'sh, seni nerdan so'raymiz? Turmadan chiqib g'uljiga qaytmadingmi? Bu yerlarda nima tamtirab yuribsan?" "Qaytman, bilamsan. Men Sovetda geologiya o'qidim. Kan tekshirish ishlarini qilaman. İnqilobdan burun bir necha qitim maytog'da rus texniklari bilan tekshirishlarda bo'lgan edim. Bu qitim hukumatimiz meni maytog'ga berib vazifa topshirib olishga buyurdi. Tayyorlik qilib, mangay davatgan kunlarda Sayfiddin telefonga chaqirtibdi. Ha desam, Sabitni izlab top dedi. Nima qiladi ekan? Biz tarafga vakolatan bir yerda vazifa olishim kerak ekan. Hozir Gomindan bilan jahonni tangshab tutyapmiz emasmi? Shu gap. Aha, makaramatni ko'ring. Texi oldingi kunlarda Uyg'ur, ya'ni bizning o'shur, mushish bilan kelibdi ekan. Men maktabda qolaman deb unamagan edim. Mushish bilan deganing nima deganing? Vazifa ish bilanmi? Gomindan tarafning odim bo'lib vazifa olam degansan? Muhammad qori vaqirab ketdi. Shundoq. Maishni qaranglar. Bir yurtliq bo'lib qopdiq, bombasi berib yuzlariga mingni tukirib assamda. Agar u yan'anga berib, shu yerlarda o'qib kelgan bo'lsa, yaxshi yo'ldosh bo'ladi. Shundoqmi otgan? deb so'radim, aqliga bir oz ilhom bo'lsa, tafakkur qilib baxsin deb. Atgan Muhammad qarining Mamtili apandi tarafidan qo'yilgan laqami bo'lib, bir sinfda 3 Muhammad qari bo'lg'ashqa farqlantirish uchun 3ga laqam qo'ygan. Atgan uning atgan degan so'zni xato talaffuz qilish odatidan kelgan laqam. Tafsilotlar uchun Bayavondagi Gulxonga qaralsin. Ha, albatta, ming yaxshi bo'lmamdi, dedi u g'amida yo'q. Hey Atgan. U Xitoy nima yo'q, bu Xitoy nima? Aqlingni joriy qil do'stim, dedim achchiqim kelib. Mamtili apandining davlat mustaqillik to'g'risidagi so'zlarini unutdingmi? Davlat degan mangu o'zgarmas qimmat. Sening izmlaring vaqtliq narsalar. Mamtili apandi har qanday murakkab ziddiyatlarga duch kelgandimi nihoyat yenik, hech kuchimayli bir taraf qiladi. Buningda u ajoyib g'aroyib teoriyalarga murojaat qilmaydi. Oddiy usullari, mezonlari bo'ladi. Menmi uning metodini qo'llanib, Uyg'ur bilan Muhammad qarining tashabbuslari, izmlarini o'lchidim. Nima o'zgarmas muqim qimmat? Avu izmlarmi yoki davlatmi?
her izimdeki kişilerge oxşaşlı dövlet gerek idi. Üç meslekçilerge mu, Sovyetperestlerge mu, dinçilarge mu, Xitayperestlerge mu dövlet gerek idi. Ama bizninkiler bu ötkinçe islağa dövletni qurban qılatdı. Mening Memtili Efendi'ni esletişim Muhammed Qari'ga yaxmidi. Ha, u degan bir pan türkist, pan islamist, dedi o. Ama mening uni urdigandek tatirib ketganimni ko'rib bir oz gapini yumshatish qurindi. Bizning o ustozimiz mushkullarga kelishimizda uning roli bor. Ammo shu endi bildikki, u odamning ba'zi qarashlarini to'g'ri degili bo'lmaydi ekan. Endi aqlliq bo'lib ketibsan-da. Tunji qatim sening odamligingni sana bildirgan kim edi? Ajab tez unutibsan-a? U biz xalqni deb shahid bo'lmadimi? Yana kelib, o'sha sening ezilguchilarning do'sti, kommunistlarning qo'lida. Muhammed Qari yana talishishdan bir majra kelib chiqadiganligini pamlab, darhol odati bo'yicha qaqoqlab kulib vaziyatga yamoq silish qurindi. Bo'ldi, o gaplarni talashmayli. Vaqti kelganda bilib qolasan. Rasmiy ishimizga kelayli. Seni raisga aparaman. Ahmadjon Qosimi, Abdukerimlar bilan ko'rishtiraman. Ularga sayfidan tanishtirgan ekan. Ularmu sening ili tarafdan odami hisobida vazifa olishingni umid qilyapti. Meni biroz oromimda qo'y, dedim qo'palla. Bu millatning kimlar uchun bu firqalarga bo'linib ketganini o'ylab g'ash bo'lib ketgan edim. Ammo firqa ichidagilar u masligi bilan hayajon ichida turg'ashqa buni his qilishmaydi. Xuddi Qur'onda deyilgandek, firqalarga ayrilib, har firqa o'z dinidan xushallanadiganlardan bo'lmanglar. Har firqaga o'zining to'g'ri edi. Bo'ladi, men yana kelaman. Sendin javobga erishmagich qo'ymayman. Dedim-ku, men maytaqqa berib ishga tushmasam bo'lmaydi. Sangili qarab kechikayotganim yodingda bo'lsin. Meni ko'p hayal qilma. Muhammed Qari ko'ngilsizlikda yerib qo'ygandan o'kinib, buni remont qilishdan yo'lini topolmay kitoblarimni o'rib cho'rishga boshladi. U ruscha kitoblarni ko'rib qilib, qiziqishini yoshirolmay qoldi. Buni kim o'qiyotdi? Men. Tov degina, sen nereden o'rganding? Turmada Hamid Turdi degan bir yigitdan. Nim deysan oy? Hamid Turdi bayun demoqchimisan? Ha, shu Hamid Turdi. Meni onundan sorsangchu, o meni bilatda emasmi? Ammo bilmadi. Muhammed Qari deganni anglab baxmadim dedi. Ha? Ha. Muhammed Qari desang albatta bilmaydi-da. Eliyop degan bo'lsang bilatdi. Sening iyub bo'g'iningni yoki suyub bo'g'iningni men nereden bilatdim? Dedim tishim qayrishib. Mushularni o'qib tushunarligidek o'rganib ketdingmi? Karamat nima jumusan? Yana hammamizdan oldida men degina. Uncha valami emas. Oh, nimanchilar Xitoycha kitob bu. Bularni sen o'qimaydigansan. Ularmi mening? Bu uyda yolg'iz turman, ko'midingmi? Nim deysan oy? Xitoychani nalarda yurib o'rganding hamdi? Senmi ho'shur bilan Xitoyni bilmiding ya? Yana shu turmada o'rgandim. Ha, taza Gorkining universitetlaridagi bo'pti bu. Gorki rus yozuvchisi Aleksey Maksimovich Pishkov. Asli u tuzuk maktabda o'qimagan, jamiyatda urilib so'qilib yurgan kechmishlarini tarjimhal trilogiyasining 3-kitobi mening universitetlarimda taddi uslubda universitet deb tilga olgan avtordan. Turma sang universitet bo'pti. Gorkiga ko'chko'ylar, ashxonalar universitet bo'lgandek. Tazimi qiziqish bo'pti. Sen yana shu sabitkansan. Qo'l qo'ydim. Mayli, bumi yaxshi bo'pti. Marksizmni o'zing o'qib baq, qayil bo'lib qolsan. Oh, bu yerda arabchimi turdi? Buchu, bular nimalar? Ashu universitetimdagi yana bir dars turim shu. Sen qari bo'lgandan o'qib baqsang nimaligini bilasan? Qo'yg'ina qariligingni, dedi u bir xil aybi ichilib xijil bo'lib ketgan odamdek va bu xijillikni yapmoqchi bo'lgan kayfiyatda darhol davom qilib. Sabit, hey Sabit, kel seni bir quchoqlay, odamning masligini keltirib etsan-da. Sen jimg'ur. Sen azaldan mo'dimay turib hamma ishni puturdigan nemayding? Yana shu petinkansa, buni Sayfiddinga desam nima deb keta? Endi biz seni hargiz qo'yib bermaymiz. Sen o'z xalqingning hukumatiga vakil bo'lamsan, go'mindang'imi obdan o'ylash. Muhammed Qarini ittiklik ettirib etkim kelmadi. Ayrilib ketsak, u yana qachon keladi? Kelalamdi yo'qmi? Alloh biladi.
Bir mahallalik bir do'st uzun yillar o'tganda boshqa bir yerda uchrashsa, qandoq illiq tuyuladi o kishiga. Qandoq ayrılğım kelsin. Qandoq odamlarning orasida bu uzun yillarni o'tkazdim men. Shunga Muhammad Qariyni qasbdan suhbatga tutish uchun o'z xalqimizning hukumatidan lap etib qolding. Qaysi hukumat u? O'z xalqimizning hukumati deb so'radim. İli tarafçı, Sharqiy Turkiston hukumati. Nima mujmallik bu? İli hukumati deysan, Sharqiy Turkiston hukumati deysan. Sabiq Sharqiy Turkiston hukumati. Hozir buni amaldan qoldirib, birlashma hukumat qurildi emasmi? Endi uni demaymiz. Shunga sana ili tarafni bildirish uchunla Sharqiy Turkiston hukumati dedim. Men bu dal shularni degizmak uchun gaplashgan edim. Hey otken, Sharqiy Turkiston davasan og'zingga qo'qoq chiqib qolamidi. Nemisi xato bo'ladi buning. O'zaro deyishsak qo'vi birnin bo'lmaydi, ammo rasmiy so'rinlarda buni desak bitimning ruhiga xilof bo'ladi shu. Birdilla uning bilan bu temani cho'nqurlashdan rayim yenib, ko'nglim muzlabli ketdi. Aldımdaki bu yigit aşı sho'ruqliq, men bilan bir mahallalik Muhammad Qariy shumu emasmi degandek ishonchsizlik bilan uningga tikildim. Mening qarashlarimda yuragimni qamallab olgan hasratlarim, achchiqim, jilichlikim, qarshimdagining bag'arazligiga yerilgudek bo'layotgan ruhiy holatim mujassam bo'lib ketgan edi. Aldımdagisi haqiqatan notanish bir odamga aylanib qolgan edi. Sen bugungi mushu suhbatimizni, deganlarimni va deganlaringni esingda tut. Bir kunlari biz bu haqda yana so'zlashimiz. Alloh nasib qilsa. Dedim sezgisiz bir holatda. Go'yo tushimdagidek o'z ovozimni yiroqdan anglayotgandek qilib. Meni bilmamsan Sabit. Mening gapimni gap qilib ketmaytinglar o'pirindin. Mening gapimga qaydab yurgulikmi? Qo'yg'ina shuncha uzun yilda ko'rishib, urushib ayrilishmayli. Shundoq qilib u ustunlik bilan vaziyatni o'ngishib olib, ondan qaytib ketdi. Mana endi ikki orliqda talashdi qoldim. Qaysini tanlash masalasi ancha tasma emas. Men undaq birarining ko'nglini ayayman deb o'z xohishimni bosadiganlardan emas. Ammo masala vazifa olamanmi yoki muallimligimni qolamanmi? Buni tanlab olsamli bo'ladi. Musobaqalashayotgandek oqidinla Uyg'ur o'zi kelmay Rahimni yenimga avatibdi. Qarorimni o'qishmoqchi ekan. Agar men ma'muriy vazifa o'taydigan bo'lsam, Sharqiy Turkiston hukumati tarafining odami sifatida vazifa olaman, dedim Rahimga. U bilinarlik tatirib ketdi. Sarang musuli, zodi bizning ishimiz o'ng kelmayli qoldi-ku. Yana shu qizil pochoqlarning targ'iboti besib ketibdi-da. Qizil pochoq, oq pochoqning menga bir ma'nosi yo'q. Men nimaga asosan tanladim bilamsiz? Ular Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati deb hukumat qurganlar bo'lg'ash, vatanimizning ismi bilan atalgan, o'z tilimiz bilan atalgan hukumat. Yana Xitoyga qartib o'q atganlar bo'lganlik uchun. Ular Sovetlarning qo'lidagi qo'nchoq. Sizlar kimning qo'lidagi qo'nchoq? Siz so'yinib ketgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati qani hamdi? U bir tarixning jilvasi bo'lib, lippida o'tib ketdi. Mana endi birlashma hukumatga rozi bo'lib, qurgan hukumatining u so'yimlik ismidan voz kechdi. Uning tarqalganligini e'lon qildi. Tarixning jilvasi deb yaxshi dedingiz. Bu bir tarix, bir tarixiy paket, qalblardan o'chmaydigan bir tamg'a. Ammo mening tushunmayotganim, buning taqdi etilib, birlashma hukumatga rozi bo'linganligiga sizning shuncha so'yinib ketishingiz. Bu ashu tarafdorlikdanmi? Kimga tarafdor bo'lyapsiz efendim? Vataningizgami yoki ashu yillarda nima uchun joningizni tikib kurash qilganlaringizni unutdingizmi? Yoki u chaqda bilmaslikdan ezib ketib inqilobga qaytilib qolganmi? Yoki chiqish yo'li topolmaslikdanmi edi? Uning orqasida Sovet bo'lmagan bo'lsa, u taraf eng to'g'ri bo'lishini bilguchiligimiz bor bizningmi? Ammo shu kommunist degan. Uning orqasida Sovetning borligini bilman. Ammo Sovet yordam berguvchi bir davlat sifatida, boshqa bir davlat sifatida, qo'shni davlat sifatida mavjud. Ammo sizlarning orqanglardagisi-chi? Mening degan da'vo bilan mavjud. Buning orasida osmon bilan zamin oraliqidek farq bor. Buni his qildingizmi? Kommunistlar, fashistlarmi vahshiy?
Agar heliqi yo'linglarda mashinanglar buzilib qolmagan bo'lsa, yan'anga boratdinglar. U chaqda sizlarga bu kommunistlik haqiqatan xalqning eng arzulaydigan masligi bo'lib tuyulamdi qandoq? Bu aradagi farqni aqlingiz bilan o'ylab ko'rdingizmi? Dedim siliqqina. Obdaroq o'ylab ko'ring aqini. Faqat bir qatnash vositasi o'ngkamay qilish bilanla pichilib qolgan maslak. Ammo pek muhakkavurlashib qolgan Rahim ashu cho'ngchiliqidan tushmay. Ko'p o'tmayla bu tanlashlardan pushaymon qilib qolala, dedi va mangishga taraddud qildi. Men uni elib qilishga tirishmay, billili o'rnimdan turib uni uzitib qo'yishga tayyor ekanligimni yoshirmasdim. Nim demoqchi bo'lganingizni bilaman. Kuch bizning qo'limizda. Vaqti kelib yana turmada yotsan demoqchi-ku. Men g'o'teq vazifa olaman demadim. Agar olsam, qaysini tanlaydiganligimni dedim. Uchinchi bir tanlash bo'lmag'ashqa yaxshiroqini tanlayapman, dedim. Mushuning bilanla munosabatimiz yeriklashdi. Ular menga ziyoratga kelmas bo'ldi. Uyg'ur kunduzlari maktabdimi iloji bor meni ko'masga soldi. Muhammad Qariyni murad qilatdim. Ammo maktabda Uyg'ur bilan may tatib, usib yurishdan janim siqilib chidamaydigandek qildim. Shunga mush yerdan ketaylar deb o'ylab Muhammad Qariyga bo'lishliq javob berdim. Ammo u buni o'zining g'albisi, meni qoyil qila olganligidan bo'ldi deb o'ylab bakmi ko'ranglab ketdi. Bu xabarni bizninkilarga yetkazib qo'yiblamay taqatlanaman. Amdi kelmayman. Shunga hozir sen bilan xo'shlashaman, dedi mamnuniyat bilan. Uqtirish qiladi. Bag'an yeringdan uchirib beravat. Hafta ichida menga Kuchar noyisining muavin hokimlik vazifanomasi ulashtirildi. Men Kuchaga menish tayyorligini qilib yurgan kunlarda xotin Sumbuldan Abdullah kelib qoldi. U akelgan qo'ylarini sherikiga o'tkazib etibla meni ko'rishga oldirabdi. Qo'lida yarim yotdi go'sht bor edi. Voy fuqamay, buni akelmisingizchu? Men shu an Urumchidan ketyapman, dedim uning bilan qarindoshlardek quchoqlashib turib. Nega ketyapsiz? Yaxshilikdandir? Ha, ansirmang, xafalıqi yo'q. Kuchaga ishqa tayinlab ketyapman. Yaman chaqda kelib besaramjon qiptiman-da, kechiring, dedi Abdullah. Uning ahangida xato qilganlik o'kinishidan to'la qiymaslik tuyg'usi yoshiringan edi. Hech undaq demang ukam, hech. Bek yaxshi bo'ldi. Men bilan birga bir necha kun tursiz. Keyin meni uzitib qo'yib, ondan ketsangiz texmi yaxshi emasmi? Kelmagan bo'lsangiz bilmay qoladingiz. Ondan meni izlab avar bo'ladingiz. Ha, rost, bu Allohning qismati. Ta'lim barkan. U yerda qachongacha ishlaysiz, ma'lummi? Yana turmaga o'tkalmayli qolsam, uzoq ishlab qolaman, dedim hazillarlash. Ammo bundaq ehtimollik har qachon bor edi. Buni Rahim bishorat qildi emasmi? Tovdanga Alloh saqla, yana shu kunlarga qolmassiz. Shundaq qilib Abdullah bilan birga bozor aralab safar uchun hozirligimni qildim. Kitoblarimni qachilaydiganga chamadonlar oldim. Bir necha qur kiyim-kechak. Shundaq qilib ishim bitdi.